Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgücü kandaşlar. Tüzütüşke tegişlik iddetler namlı programımızga hoş geldinler. Bugünkü programımızın aziz mühmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği muavin reisi Ustaz Mahmudcan Damollam. Ben program riyasetçisi Abdullahat Ucat. Hürmetli Damollam programımıza vakit çıkıp gelip Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli kandaşlar, bugünkü programımızda zulüm hakkında toxtalып ötümüz. Dikkat kılıp görüşünlerini umut kılımız. Hürmetli Damollam, bu aldı bilen zulümni logat ve istilahi cihetten tunuşturuşlardan başlasak programımızda. Bu ulemalar bu zulüm degen neme, bu yani qaysi türdeki işler zulüm buldu. Bunu qanday tunuşturgan? Bu vaqt qisqacha ma'lumot berib o'tsinlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu programımızı özümüz ve halkımız için faydalı kılsın. Birinci zulüm degen asli lügat manisi her qandaq ishda bir meselede çekidin aşırı öteş, haddirin aşırı öteş ve şundaqla işini joyida qilmaslik yoki qo'yashiq tegishli narsani joyida qo'ymaslik degan ma'nolarda keldi arab tilida. Yani her qandaq ishni haddidan aşırı o'tsa, chekidan aşırı o'tsa yoki deydigan bir so'zni vaqtida demay burun ya keyin desa, mushunlar hammasi zulüm degan mush so'zningki lügat ma'nosiga munosabatlik. Yani xullas aytgan vaqtida chekidan aşırı o'tish yani layıqada qimmat, layıqada bermaslik, haqqini bermaslik, chekidan aşırı o'tish, haddidan aşırı o'tish degan ma'noda. Undan keyin bunun istilahiyan olimlarningki bu qo'ygan ma'nosi nima desa, ashunga munosabatlik hamda. Ya'ni bir musulmonningki ishlarni joyida qilmasligi, haddidan aşırı o'tishi yoki kam tuqib qo'yishi, boshqalarga tajovuz qilishi, boshqalarningki haqqini elib olishi, shularning hammasi shu zulm degan mush so'zningki lug'at ma'nosi bilan bu shar'iy ma'nosining oralig'ida alohida bir-biriga munosabatli tarafi bor. Allah razı olsun. Undaqda ulemalar bu yoki islom tushunchasi bo'yicha bu zulm qancha turga bo'lingan, buni qisqacha bir ta'kidlasizlar. Zulm eng muhimi cho'ng ikki turlik bo'ladi. Xo'sh. Birinchisi shu bandaninki o'ziga qilgan zulmi, ya'ni o'ziga qilgan zulmi nima bilan bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taolaga shirk keltirish bilan, Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni qilish bilan, Alloh subhanahu va taolaga osiy bo'lish bilan bu banda o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Yani bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala'nınki sura Maida'daki "Ellezina amanu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu ve hum muhtedun" degan mush ayet tushgan vaqtda, yani bu ayetning mazmuni iymon etgan kishilar va o'zining iymoniga hech qanday zulmni aralashtirib qo'ymagan, zulmni to'qimagan, zulmga sababchi bo'lmagan, zulm bilan munosabati bo'lmagan mushunda kishilar, ularga xotirjamlik bor, ularga rohat farog'at bor, shular haqiqiy hidoyat topgan kishilar deb mush oyat tushgan vaqtda sahobalar bu oyatni anglab, bular bu oyatni o'zaro birsi qilingan zulm yoki so'zdiki yoki ba'zi toat ibodatni kamchilik qilish mushularni degan o'xshaydi deb bu oyat shu bularni aytib ig'i kelgan. Yani Peygamberimizden yana berib ya Resulullah ayyuna la yazlimu nafsahu. Yani qaysimiz o'ziga o'zi faqat zulm qilmay, yani hech qanday gunoh ma'siyat qilmay, xatolik o'tkazmay mushunda qila oladi degan vaqtda Peygamberimiz ya sil tushungan bu maqsad emas bu oyatdagi. Yani kichik gunohlar yoki gunohga sal bu maqsad emas.
Bu yerdagi asli maqsad nima desa, Luqman alayhissalomninki o'zininki o'g'liga qilgan nasihatida ya bunayya la tushrik billah innash-shirka la zulmun azim. Ya'ni ey o'g'lim, sen Allohga qat'iy shirk keltirma. Allohga shirk keltirish bo'lsa eng cho'ng zulm deb mush oyatda deyilgan, ya'ni mushadiki Allohga shirk keltirish maqsad bu oyatdiki valam yalbisu imanahum bi zulmin degan so'zdan bo'lgan, musharik zulmdan bo'lgan maqsad nima desa, Allohga shirk keltirish deb ikkinchi oyat bilan payg'ambarimiz bu oyatningki tafsirini cho bayon qilib bergan. Demak, zulmning eng yomoni bu har qanday mushrikda, har qanday islomdan boshqa dinga e'tiqod qiladigan har qanday odamda tepiladigan illat eng cho'ng gunoh qaysi desa, cho'ng zulm qaysi desa, Allohga shirk keltirish. Allohga shirk keltirishdimi cho'ng zulm yo'q endi insonga nisbatan. Bu birinchi turi Allah subhanahu va taala bunda Allohga shirk keltirib o'ziga zulm qilgan kishining gunohini afv qilmaydi. Agar musho shirk ustida o'lib ketsa, balki bu odam Allohning rahmatidan qo'g'langan, Allohning rahmatidan yiroq. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda ala la'natullohi alal zolimin deb Allah la'nat o'qigan zolimlar bu. Bu birinchi turi. İkinci turi ondan musulmonlarningki, ya'ni insonlarningki birisi-birisiga zulm qilishi. Mana bu insonlarning birisi-birisiga zulm qilishi bu musulmondimi tepilib qoladigan va shundaqla butun insoniyatda tepiladigan shunday bir jinoyat endi. Allah razı olsun. Bu haram endi. Ya'ni shirk haram bo'lgandek, bu o'zaro zulm qilishmicho haram. Allah subhanahu va taala payg'ambarimiz bayon qilgan hadis qudsiyda nima degan desa, ala inni harramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Diqqat qilinglar, men o'zim zulm qilmayman hech kishimga. Hech qanday bandiga men zulm qilmayman. Unda bo'lgandan keyin sizlar mening bandam bo'lgandan keyincho desa, o'zaro birisi-birisiga zulm qilmanglar deb cheklagan. Allohga shirk keltirib o'ziga zulm qilishmo cheklangan. Allah subhanahu va taala iymon eting deb payg'ambarlarni avatgan bizga, kitoblarni tushirgan va shundaqli o'zaro zulm qilishni mucho desa, Allah subhanahu va taala cheklagan. Zulmni har qanday bir sog'lom aqli va inson buni yaxshi ko'rmaydi. Xo'sh, Alloh razı olsun. Endi ustoz bu biz o'sha programning ismini tuzitishga tegishli illatlar deb tanlab mushaqda program qilishni o'ylashga vaqtimi biz xalqimiz ichidagi biz kuzatgan tespit qilib chiqqan ba'zi shunaqa illatlar, xatoliklar, axloqiy jihatdan, ijtimoiy jihatdagi ba'zi yomon omillarni biz tuzitish uchun bir sababchi bo'lib qoladi deb shu ismda o'qigan program qilgan. Endi bu programdagi bugungi programni zulm haqida to'xtalishninki nimasi hamda. Yani Allohga shukr bizning xalqimizda birinchi turdagi zulmni ishlaydigan odamlarni yo'q deb yoki qaraymiz hamda biz Uyg'ur xalqining ichida. Endi bu ikkinchi turdagi zulm, ya'ni kishilar o'zaro birisi-birisiga qiladigan zulmlarninki ko'plab qolish ehtimoli ko'p, ham ko'playotdi endi biroz bizningki nimamizda. Masalan, ayolga zulm qilish, o'zaro haq-huquq masalalari deymiz, tuhmat deyilgandek nurg'un omillardan. Bu endi qancha turga bo'linadi? Shu bizningki bu islomning ko'rsatmasida bu haqda masalan o'zaro zulm nashturga bo'linadi. Qaysi ishlar shu zulmning ichiga kirdi? Bu vaqt qisqacha bir tushuncha berib bersin. Birinchi o'lab endi zulm desa har qanday inson darhol anglasilam tushunadigan bir zulm bor. U bo'lsa nima desa, masalan bir zolimninki boshqalarning zaminini besib olishi, tajovuz qilishi. Masalan Xitoy bizning vatanni besib oldi, buni hammadan zolim deb biladi. Bizning mazlum deb biladi. Xo'sh. Bunda ishlarni hammadan alohida o'yinlish ketmaydi, buningga nim qilish ketmaydi hamda. Ma'ruf zolimlar. Ma'ruf zolimlar, hammadan tunuydigan zolimlar, hammadan tunuydigan mazlumlar. Bugungi kunda zulmga o'xshash. Bugungi kunda İsrail desak, Falastin xalqi desak, zolim aniq, bu yerda mazlum aniq.
Bular hammadan bo'ladigan masala. Lekin kishilar alohida jiq vaqtda diqqat qilmaydigan yoki beparvolik bilan qaraydigan yoki o'zimni sodir bo'lib qoldigan musulmonlar ichidami nurg'un ishlar bordi. Bu amaliyotda shariat cheklagan, Allohning rasuli cheklagan ishlar, lekin mayli havoyi havasning kayniga kirib, mayli shaytonning kayniga kirib, mayli o'ziningki har xil no'chiligidan foydalanib, shunda har xil xatoliklarni, har xil zulmni sodir qilgan ahvollar bor. Masalan, buning eng masalan birinchisi boshqalarning mol mulkini tatib olishimdir. Boshqalarning mol mulkini tatib olishning o'zi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizning tili orqali cheklagan, harom qilgan bir narsa. Lekin buni cho desa, jamiyatda nurg'un o'g'ri va qo'yimchi va aldamchi va har xil yo'l bilan cho, men ustalik qilib elib oldim deyishi mumkin. Haqsiz yo'ldan elib olish. Haqsiz yo'l bilan boshqalarning mol mulkini elib olishning o'zi mushu eng cheklangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam alohida uningga duo qilgan. Alloh subhanahu va taolo uni shu 7 qat osmonninki nimasi bilan buning bo'yniga asudo deb payg'ambarimiz alohida badduo qilgan. Masal nima desa, boshqalarninki zaminini olsun, mayli mol mulkini olsun, elib olishimdi. Boshqalarning mol mulki biz yuqoridami necha qatim dedik. Mayli uy olsun, mayli yanjig'idagi pul olsun, mashinasi olsun, nim bo'lsa, o'zi rozi bo'lib bermasa harom bo'ladi hamda. O'zi rozi bo'lib bersa bir odam o'zining mol mulkini savob bo'ladi. Ishlatgan odamga halol bo'ladi. O'zi rozi bo'lmaydi ekan, rozi bo'lmagan narsani majburiy kuchidan foydalanib, yo huquqidan foydalanib, yoki lukchagligidan foydalanib, elib olsa boshqalarning mol mulkini yoki foydasini elib olsa, bu cho nim bo'ldi desa, shu o'g'ri bo'ladi hamda. Mayli o'g'ri deb atalsin, atalmasin, bu bulangchi bo'ladi. Shuning uchun birinchi bundan har qanday bir musulmon hazar aylash lozim. Ikkinchisi kishilarni urush bilan, tillash bilan yoki haqorat qilish bilan har xil yo'l bilan cho'q kishilarga zulm qilish. Mush ishlarni ko'rib turyapmiz. Xalqlar urushib turyapti, birsiga haqorat qilib turyapti, har xil tillar bilan tillayapti jamiyatda. Hali xuddi bir tillab qo'yishning o'zi odatdagi bir ishdak muomala qilinadigan. Bu tillash mayli ismini atab turib tillasin yoki ma'lum bir jamoat guruhining ismini atmay turib, lekin hamma anglagan odam bulvog'idek shaklda tillasin. Yezib tillasin yoki WhatsAppda gap qilib tillasin ya videolik tillasin, hammasi mushtan kirdimda. Lekin bugungi kunda cho desa, mayli siyosiy baslashlar sababidan bo'lsin, mayli ma'lum bir guruhni ya bir jamoatni bir ideya fikr egillarini yomon ko'rishdan bo'lsin, ajoyib haqoratlab tillaydigan, ajoyib aql kelmaydigan gaplar bilan mushna o'zaro haqorat qiladigan, tillaydigan ishlar bor. Mush ishlarning o'zimi alohida bir zulm hamda bu. Bu dunyoda mumkin bizda Turkiyada, ya'ni biz boshqa bir joyda bo'lganligi uchun bu dunyoda mumkin insonlar o'zaro hisob olmasligi mumkin. Yoki o'zaro bir joyga kelib bir o'ltirib nimish qilmanda dedim deyilmasligi mumkin. Lekin bularning hammasi yeziladi. Hammasi daftarimizda bor hamda. Bu yerdagi sildab o'tgan masala, masalan, bir shaxs olsun yoki tashkilot binasi bo'lsin, bunun ba'zi xatoliklari bo'lishi mumkin, kamchiliklar. Ama kamchilikning aşk kamchilikning o'zini tutib, siz parani kishi yoki parani tashkilot maishingizni ben to'g'ri topmadim deb shuni o'zini tanqid qilishi mumkin, ya'ni. Ama onu tanqid qilishning yo'li bormi? Yo'li to'g'ri yo'ldan. To'g'ri yo'l bilan tanqid qilish yo'l yo'q. Maish xato bo'ldi. Kishilarning ismini tutib, ya tashkilotningki mansublarining ismini tutib turib, unga haqorat qilish, uning niyatini o'qish, ma gapni qilgan qaraganda yo ma ishni qilgan qaraganda buning niyati menda chatoq, niyati menda buzuq deb masalan, niyatini o'qib turib, shunday haqoratlash, tillash, mushularning hammasi shu zulmning qatoriga kirdimdi. Buningdan agar bir inson, ya'ni bir insonni shunday haqorat qilib, tillab
qilgan bo'lsa, buning birdan-bir yo'l nima desa, shu tilligan odamdan kechirim so'rash, ashining afu qilishiga, kechirib o'tishiga erishish, bu insonning ma dunyodan shu gunohni qo'yib ketishga shu sabab bo'la oladi. Uningdan boshqa tavba qilish, istig'for etish, bu ishlarni shu boshqalarning haqqiga kirib qolgan vaqtda umma aqmaydimda. Shuning uchun har qanday bir musulmoncha desa, bir gapni ya bir ishni qilgan vaqtda cho'qim buningki oqibatininki qanday bo'lganligini o'ylashi, qarshi tarafdan vaqti kelib o'zining xatoligini tunigan bo'lsa, tunib darhol kechirim so'rab shu afv qilishni talab qilishi bu musulmonga loyiq ishimdir. Bo'lmasa bu dunyodan alqa devoldim, qilib oldim ya yozib oldim, mening yanam kelinmaydi-ku deb masalan anda haqorat qilib ketishning o'zi ozg'in vaqtda ko'rib turyapmiz. Har yosh insonlar qarindoshlarimiz ketyapti bu dunyodan. Bu dunyodan ketyapti, uning oqibatini cho'q baka qiyomat kuni o'zimizning yaxshi amallardan berib, ondan davzax kirib, anda o'taydigan ish chiqadimda. Shunga yawma la yanfa'u malu va la banun illa man atallaha biqalbin salim Qur'oni Karimda qiyomat kuni hech qanday mol-mulk, mayli o'g'il balla, yuz obro'y hech narsa kar kelmaydi. Faqat sog'lom qalb bilan ketaligan bo'lsa bir inson, bir mu'min mush dunyodan shu sog'lom qalb foyda bera oladi. Uningdan boshqa hech nima uchun foyda bermaydi. Shuning uchun har qanday ishticho desa, inson alohida diqqat qilish lozim. Uchinchisi hamda hatto dinimizning naqadar adolatlik din ekanligi ballarga muomala qilishdimi? O'zlari ballarga muomala qilishdimi? Adolat bilan muomala qilish kerak. Bir balimiz jiq pul tepadi, birisi pul topolmadi masalan. Bir balimiz gapimizni bek anglaydi. Ya'ni biz sal xap qiladi. Ballar hammasi mijoz o'xshash olmaydi masalan. Shuning bilan andina meni xap qilgan bola deb unga ayrim muomala qilib yoki menga pul teppagan balam deb uni ayrim muomala qilib ballarga igizbas muomala qilishning o'zinimi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zulm deb sanagan. Shuning uchun buningmi alohida diqqat qilish lozim. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning hadisida u odamning dadisi payg'ambarimizning yoniga kelib, men ma paloni balamda xizmatchidan birini badam degan vaqtda qolgan ballaringni badingmi desa, yo'q desa, unda bo'lgan bo'lsa, sen qolgan ballaringni bermagan bo'lsang, qaytarib et bura deb mushadicho alohida cheklagan. Hatto boshqa hadislarda Rasulullohni men ma balamga bag'ni berdim, sen mushning guvoh bo'lib desa, qolgan ballaringni berdingmi desa, yo'q desa, men bundan zulmga guvoh bo'lmayman degan hadisim bor. Demak, mushunodin ballarga adil muomala qilmaslikdan o'zini payg'ambarimiz zulm deb alohida e'tiborga olgan. Shuning uchun ota-onalarningki ballarga mayli kuyinishdi bo'lsin, mayli yaxshilik qilishdi bo'lsin, hammasi cho desa adil bo'lashga tirishish ota-onaning mas'uliyati. Mumkin bir balasi sal xap qilishi mumkin, degan ishini qilmasligi mumkin, lekin u balaga muomala qilib tuzlashning yo'li uni chatib qilib yoki uni zulm qilish emas, balki kuyinish bilan, muhabbat bilan, mehr muhabbat bilan muomala qilsa, mumkin u balani tuzlib qoladi. Alloh hamda insonni ashuna bala bilan sinaydi ba'zi vaqtda. Nurg'un necha balni berib, u necha shunda yaxshi. Barasayna ekspress chiqib qoldi masalan. Ekspress chiqib qolganligi Allohning hikmatimda. Bu ekspress chiqib qolganini sen qanday qilasan? Ya'ni Alloh chunki o'zining odillik sifati bilan o'zini tunmagan hamma bandiga adolat bilan muomala qildi ma dunyoda. Kafirga o'xshash, mu'minga o'xshash adolat bilan muomala qildi dunyo berishda. Unda bo'lgandan keyin bandirmi Alloh subhanahu va taolaning sinishamdi bu. Anın to'rtinchisi musulmonlar orasida o'zaro yuz berib qoldigan zulmning to'rtinchisi nima desa, omonatni joyiga tekkizmaslik. Omonat qo'yildi, buningga xiyonat qilish yoki o'zining qo'lidagi ishchilarga mukofotini, maoshini joyida bermaslik, masalan, ya bir ishni qilsa, buni shundan ham ko'zdan o'tkazib o'tishga Ünəvəllər məsələn işni yaxşı puxta qılmaslik, bu şularning hammasi shu desa, bu shu zulmning qatoriga kirdimdi. Chunki
Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de inna aradnal emanete alis semavati vel ardı vel cibal fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalahal insan innehu kana zalumen cehula. Yani bu amanet degen bu şu elbette bunun en yukarısı Allah subhanahu ve taala'nın tunuş, Allah'ın peygamberlerinin tunuş. Tümünü çoğu ise özlere muamildi mi çoğu adalet amanetini cayda ada kılış, amanetini öz ilgisiga tekkizish. Bir adamni ishlatgan bo'lsa, uning çoğu ise haqqini berish, mushlarning hammasi mush amonatni ado qilishning qatoriga kirdi. Bugungi kunda hamda nurg'un pul qo'yib qo'ysa, pulni hajlab olgan ahvolni angladik masalan. Ma pul sildi amonat tuttuson desa, pulni hajlab etgan ishlar yoki manda qilib qo'ysizlar, manda narsa ep qo'ysizlar desa, degan narsani ep qo'ymay başka bir iş işiltib, keyin andan bu pul egizib solib ketgan ishlar, pulning qimmati yo'qolib, nurg'un xafalıqlar cho desa, musulmonlar ichida ancha-muncha bo'lib turdi ekan endi. Shuning uchun har qanday bir musulmon shu amonatni joyida ado qilishga cho'qim alohida cho desa, tirishchilik qilish lozim. 5-incisi eng muhim jiq insonlar kirib qolayotgan en muhim bir mesele nima desa, mush kishilarninki obro'yini to'kashimdi. Ya'ni kishilarninki obro'yini to'kab boshqalarga tuhmat qilish. Bu bizning Uyg'urlar jamiyatida nayt ko'p bir ahvolimdir. Ya'ni o jamiyatdagi seni bir qitim ochig'ini keladigan odam bo'lsa, uningga nima desang bildigan holat. Haqiqat bir ish qilayotgan odamni tashkilotni xiyonatchi degan, tashkilot mas'ullarini, mujohidni bijnas degan, tijoratchisini bijnas degan, ya'ni jamiyatda saq odam yo'qdek. Mushunda muomala qilgan odam. Hamma odamga qora ko'zoynak bilan qarab, hamma odamni ashunda haqorat qilish, hamma odamni ashunda tillash ishi bizningki jamiyatimizda nihoyat jiqamli. Bu biz bek hazar eylaydigan bir ishimdi bu. Yani bizningki nurg'un ishlarni birga qilinmasligimiz, nurg'un ishlarda hamkorlashanmasligimiz, nurg'un ishlarda ittifoqlashanmasligimizning eng yomon amili nima desa, mushu obro'yini to'kash masalasiga hech qanday dalil poksiz boshqalarninki gap so'z orqali yo yozish orqali obro'yini to'kash eng asosiy sababchi bo'lgan muhim yomon amilimdir. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bek agahlandığan iş olması bu. Hoş. Yani Müslümanın obro'yini tükeş, yani tilni başquruş, tilni qo'yib etish, obro'yini tükesh kelib bordi ekan. Şu Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu'ninki hadisida Peygamberimiz "Fekratku ummuka ya Muaz, amsik aleyke lisanak." Yani sen tilingga cho ig'vol. Tiling ig'vol deb ashna degan vaqtda Muaz radhiyallohu anhu ya Rasululloh, biz mush gap qilgan gapimizga mi jazolanamdiq? Ya'ni buning hisobini beradigan ish bormi? Degan vaqtda payg'ambarimizning bergan javobi nima desa, insonlarni mush tilidan boshqa mo davzaqqa jiq kirishga sabab bo'lgan narsa bormi? Ya'ni albatta yo'q demoqchiman. Ya'ni albatta insonning eng ko'p Müslümanlarınki davzaq kirishiga sababchi bo'lib qolgan yomon gunoh nima desa, bu tiling. Sen shuning uchun tiling ig'vol deb mushnaq degan. Bu musulmonninki obro'yini to'kash masalasi bu bek ig'ir masala. Shu Qur'oni Karimda "Vallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum shahadatan abada ve ulaika humul fasiqun." Yani mushu insonlarga hayran qaldı ekan endi. Ba'zi odamlarning nimalarni anglasa, ayollarni taqib narsani deb tuhmat qo'yib, "Palanim manda buzuq. Palanim pustanim manda buzuq" da'vatgan. Buning to'rt guvohingiz bormi desa, tabiiy holda yo'q. Lekin bu ishlar hech nima emasdak. Bir ayol kishini ayna deb qo'ysa, hech nima bo'lmaydigandek darajada mushunday gapni qilaveradigan, o'zi balkim ba'zi namoz o'qiydigan, hech bo'lmaydiganda men musulmon deydigan odamlar ashunday gaplarni qilaverdi ekan. Bu nima degan eg'ir musibat, nima degan o'zining xato qilganligini qat'iy bilmaslik hamdi bu.
Hiç şonmagandek, aşında her ig'ir gapni ço desa, qilib yuraveradigan insonlar var ekan. Shuning uchun bu bir musulmon degan ço desa, har qanday vaqtda o'zining tilini kontrol qila oladigan, o'ziningki qolpitlarini haromdan kontrol qila oladigan bo'lishi lozim. Hammadan muhimi jiq adam qolpitini hali kontrol qila olgan taqdirdami, tilni kontrol qila olmaydigan adam yomon jiq ekan. Şuna şu Peygamberimizin muazzam hadisinde hasaidu elsinatihim dep şu tilinin jıqqan, tilinin juğluğan günahlardan mı devzak kirişke sebepçi bulduğun başka nemi var dep Peygamberimiz şuna aşında deptiken. Şuna bu mesleğimiz şu deyse Allah'a dikkat kılış. Yani tilini jığışqa dikkat kılış bu bek muhimim. Onun keyin altıncısı tabii halda bu maş yuqorqi o'xshab ketirgan boshqalarga tuhmat qilmaslik hamda. Boshqalarga tuhmat qilmaslik, boshqalarda yo'q yomon sifatlarni deb shumaslik. Yo'q narsani deb shumaslik. O shu masalan pulni yeb ketdi deydigan gap yomon chiqimda. Ey men nechadan gidelim falonimda pulni yeb ketdi degan odamlarga agar siz ash odamning o'rnida bo'lsangiz siz yemsiz desem yak deb cevap verdi ekan. Siz yemsiz falonimda xiyorat qildi ya pulni yeb ketdi diyor. Tamam. Siz ya şu teşkilatning mas'uli bo'ling, ya şu siz cho'ng tijoratchi bo'ling, ya nima bo'ling. Siz ashadamning o'rnida bo'lib qolsangiz yemsiz desa yak deb cevap verdi ekan. Men yeyman demaydi ekan endi. Nima uchun davganda o odam masalan ya necha yil o'qigan, Allah'ın tanıydigan bir adamimda. Sizmi şu? Nima uchun o'zingiz men qat'iy yemayman deysiz? Boshqa bir odamni bunda yeb ketdi deysiz. Nima dalilingiz bor? Desa, bunda anglagan. Jiq odamning gapi bunda anglagan. Kimdan anglagan deb asli manbasini topqin olmaydigan, lekin anglagan gap jiqamda. Anglagan gap bilan lam. Shu payg'ambarimiz kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Yani bir adamga yolg'onchilikdan yetarlik nima desa, anglagan narsaning hammasini, anglagan gapning hammasini deb yurishning o'zi yolg'onchilikdan yetarlik deyish shu endi. Yani bir adam bir gapni debdi, yoki Facebookda yozibdi, yoki manda debdi, deblam dejiridan yo'q emasam. Kim yozdi, kim deydi, kim dedi, uning manbasini kelib chiqishi nada? Uni bizning necha millionni mush axborot xajlab turadigan dushmanimiz var. Bir millet hem de. Xitoydan ibaret. Bu düşmanninki aşında Facebook'ta hem yerde nurg'un odamlar bo'ldi hamda. Bizni o'zaro mashg'ul qilish, o'zaro birimizni selesh, bunda har xil yomon g'arazli bilan cho desa, aşında har xil bizning jamiyatdagi bir saq odam qo'ymaslik hamda. Ya'ni kishilarning hamma odamning mujohidning obro'yini to'kib, ulamoning obro'yini to'kib, tashkilotning obro'yini to'kib, ahiriste xalqning hech qaysini bisiga ishonmaydigan, bisi bilan hamkorlashmaydigan, bisiga gumon bilan qaraydigan bu shunday bir vaziyatni shakllantirish uchun cho desa, hamma odamning ustidan gap bordi. Bu shunday gaplarni ko'tarib yurish, buni deb yurish, bu sho'lning hammasi cho desa, o'zi bilib bilmay ash dushmanning foydasi uchun ishlab berishimdi. Lekin maoshsiz nurg'un insonlar düşmandan bir pul maaş almay turib düşmanninki menfaati uchun ishlaydigan gapga namda bunda qalayimqan gaplarni ko'tara yurish orqali. Shu bu masligimi alohida diqqat qilish lozim. Yana bir muhim jamiyatimizda ko'rilayotgan 6-7 turlik bir zulm nima desa, shu olgan pulni vaqtida bermaslik hamda, qazni vaqtida qaytarmaslik. Bu munoyati bugungi kunda hamda bir qism zodi qazdar bo'lib qolib qaytaray desimi pul yo'q odamlar bor. Tabii yo'q emas. Lekin yana bir qism jo desa, puli turibmi? Shu qaytarmayman qanday qilsam deb bular bu Turkiyada pulni asa qaytarmaydigan odam yiqib olgan ekan bu. Shu boshqalardan ugunib bizning millatimizmi? Aşında pulni qaytarmaydigan mushunda ahvol varken bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem matlul gani zulm, yani o'zining qo'lda ba turib qarzni qaytarmaslik
bu zulm qilish deb sökkan bir yomon illat endi bu. Unda bo'lgandan keyin birga qarz bergan vaqtda chuqum buni vaqtini aniq qilib, manshlik vaqtda qayturimiz deb hujjatlashib bunda qilish lozim. Sal qarab biraslar deb berib qo'yib, andan keyin sen birasil degan tinglar buni vaqtini biz belgilamagan to'q deb mana turib oldigan ish bor ekan. Bunda ishlarning oldini olish uchun chuqum guvochi pul muomala qilgan vaqtda vaqt hammasi aniq bo'lishi lozim. Ikkinchi joy desa, chuqum imkoniyat bor odamlar qulda bo'lsa, qaysi shaklda bo'lsa qarzni berish lozim. Qarz va odamninki sadiq qilish durust emas, olimlar shunday deganlik odatda. Haj umriga berishim to'g'ri emas. Haj umriga bormay qarzni qaytarsa bo'ldasizlar. Haj umriga berishdan qarzni qaytarish muqaddam. Shuning uchun bu masalalarga sal qarmaslik lozim. Sal qarmay, chunki qarz bilan bu dunyodan ketish, hatto shahid bo'lib ketsami u odam eng afu qilinmaydigan ig'ir bir jinoyat endi bu. Unda bo'lgandan keyin har qanday bir musulmon qarz olgan bo'lsa, insonlarning biz ehtiyoj tushib turdi, qarz olgan ish bo'ladi. Bu yo'qolib ketmaydi. Amal qilib buni qilmasa taxi yaxshi hamda. Qarz olib jumaslik yaxshi, lekin tijorat qilish uchun har xil sabablar tufaylidan o'zaro qarz elish, berishga ehtiyojliq. Unda bo'lgandan keyin bu qarz bergan odamni to'yg'izib, qarzni beramdigan degizmay, vaqtida qaytarishga ko'ngil berish, tirishchanlik qilish bu zulm degan payg'ambarimiz shaklagan zolim degan sifatga kirib qolmaslikning yo'li vaqtida qaytarishga tirishchanlik qilish lozim. Yana bir 8-ci muhim hayotimizda, cemiyetimizde yüz berayotgan eng muhim musulmonlar dikkat qilishga tegishlik yana bir zulmning turi qaysi desa, oilalardagi zulm. Oilalardagi zulm. Mayli u zulm erninki ayoli qilgan zulmi bo'lsin, yoki baliq qilgan zulm bo'lsin, yoki az sondagi ayollarning eriga qilgan zulmlari bo'lsin endi. Bu mu yo'q emas. Ko'p sonda erlar zulm qilishi mumkin, lekin az sonda jo desa, ayollardanmi o'zininki eriga zulm qildigan ahvollar cho yo'q emas endi jamiyatimizda. Shuning uchun bu masala bolalarning sog'lom cho'ng bo'lishi, bolalarning yaxshi o'qishi, aqlli bo'lishi, inoq o'tishga sababchi bo'lishi hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday oilada zulm bo'ladi ekan, ayoliga zulm qildi ekan, bundaq oiladan yaxshi o'qiydigan bolalarning chiqishdas, axloqli bolalarning chiqishdas, o'zlari birisi kuyindigan akukalarning chiqishdas hamda. Shuning uchun har qandaq o'zining ayolini cho desa, xuddi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda litaskunu ilayha deb sifatlagan ekan. Ya'ni ayolning yanıga borganda sizlarningki xotirjam bo'lishinglar, sizlarning qalbinglarningki taskin tepish uchun ayollarni biz yaratib berdik deb tasvirladi. Unda bo'lgandan keyin mushu xotirjamlikni oilada vujudga chiqarishga tirishchanlik qilish lozim va shundaqla ayol kishimi buningga uchun hamkorlashish lozim. Yani Peygamberimiz yana bir hadisda ayol kishini haqiqiy erkaklar ayolni izzetlaydi. Nachar puchak odamlarcha desa ayolga haqorat qiladi deb mushunaq degan. Va boshqa nurg'un hadislarda hamda ayolga yaxshi muomala qilishga Peygamberimizning tavsiya qilgan hajjatul vidodimi ayollarga sizlar yaxshi muomala qilinglar. Chunki ularni Alloh subhanahu va taolo sizlarningki xuddi xizmatchingizdak, ya'ni bolalaringizni boqadigan, oilangizni xabar oladigan qilib yaratib berdi. Alloh sizlar faqat Allohning so'zi bilan, ya'ni nikoh qilish bilan, oldim tegdim deyish bilan halol narsani haromga o'zgartib berdi. Unda bo'lgandan keyin sizlar cho desa, harom narsani halolga. Haromni halolga xato deb qolgan bo'lishi mumkin. Haromni halolga o'zgartib berdi. Unda bo'lgandan keyin sizlar shu ayolga cho desa, adalet bilan, güzellik bilan, yaxshilik bilan muomala qilinglar. Shu Qur'oni Karimdami har qanday yana ayollar haqida hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masalan, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
sizlar ular yaxshilik qilish bilan yashanglar ayollar bilan deb mushundoq deyishi oilaningki yaxshi bo'lishi, er ayol munosabatining yaxshi bo'lishi, bolalarning yaxshi bo'lishiga, axloqli bo'lishiga, yaxshi o'qishiga sababchi bo'ladigan omil mushu. Eng birinchi bo'ladi. Shuning uchun har qanday bir er ayol cho desa, odatda birsi-birisiga zulm qilishdan qat'iy hazar aylishi lozim. Ermo ayoliga zulm qilmasligi, ayolmo erini yavaş ko'rib cho desa, buzga etmasligi lozim. Ayolninki eng birdan bir bo'ysunish tegishlik, hurmatini qilish tegishlik, hatto ayolning ota-onasidan muhim kim o desa, ayolga nisbatan eri, bolalarining dadasi. Unda bo'lgan ekan, bu haqiqatni ayolning tunishi lozim. Ikkili taraf birisi-birisininki dardiga darmon bo'lib, oilani yaxshi boshqarishga, bolalarining baxt saodat uchun tirishchanlik qilish lozim. Rahmat Mavlam, Allah razı olsun. Programımızın vaqt münasebetiyle müşahede to'xtataylik. İnşallah şu programımızın kiraki kısmında zulüm hakkında yana devamına to'xtalamiz. Qolgan qismini shu vaqtida olib ketsak, bugun müşahede to'xtatsak. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, buning bilan bugungi tuzishga tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah kelarki programlarda ko'rish umidi bilan hammalarni Cenab-ı Allah Teala'ga topshirdik. Hayır, hoş, aman bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.